Optik tolani payvandlashda eng muhim narsa aniqlik va barqaror natija. Pixitech FS9 aynan shunga mo'ljallangan avtomatik payvandlash apparati. Bu uskuna optik internet va kamera tizimlarida kabel ulash va ta'mirlash ishlari uchun mo'ljallangan. Uylar, ofislar, kamerali tizimlar va optik magistral liniyalarda va katta tarmoqlarda montaj qilishga juda qulay. Apparat 6 ta motor yordamida tolalarni yadro bo'yicha avtomatik tekislaydi. Natijada payvand joyidagi yo'qotishlar minimal bo'ladi va ulanish sifati barqaror chiqadi. Payvandlashga esa bir necha soniya ketadi. 5 dyumli rangli ekran va 300 martagacha kattalashtirish tolani aniq ko'rsatishga yordam beradi. 7800 mAh akkumulyator bilan bitta zaryadda 200 martadan ortiq payvandlash mumkin. Qiyin sharoitda ishlash uchun juda qulay. Keyingi videolarda uskunani ishlashini to'liq ko'rsatib beramiz. Sizga tez, aniq va ishonchli optik payvandlash uskunasi kerakmi? Batafsil ma'lumot va buyurtma uchun biz bilan bog'laning.